Sizlar bilan Kamron PUBG'chigalar. Men Robloxda 4-5 ta video qo'yay dedim va hammaga qiziq ekan Roblox. Shuning uchun yana Robloxda GTA 5 da bugun mazza qilib mana uni uchamiz. 80 ming dollarga zo'rg'a oldim. O'zi 150 ming dollarni olish niyatim bor edi. Keyin to'xta dedim. Mana juda yoqgandi-da menga bu. Shuning uchun shuni oldim. Jigalar buni utsanglar, qani. Buni utsanglar butun shahar ko'rinadi. Mana. Noto'g'ri tugmani bosib qo'yibman, uzr. Mana butun shahar ko'rinadi, yuklanmagan. Yuklanyapti. Jigalar bugun shunda aylanamiz. Mana jigalar hamma yer ko'rinadi-da bunda. Bugun shunda aylanamiz. Bankni eng yuqorisiga chiqib ko'rsaman boshida. Bunda juda yuqoriga chiqib bo'ladi degandi. Qani. Full yuqorida ham bor ekan. Davay shu yerga asta men ana davay. Tushib ketma, iltimos tushib ketma. Xarosh. Jigarlar men qayerda turibman? Qo'lim qaltiraydi hozir oyog'im. Hozir men tushsam o'lib ketaman-da. Bilasizlarmi? Mana yuklanmayapti даже. Shunchalik yuqorligida. Ular ko'ryapsizlarmi? U arziydi ekan, sotib olinglar vertolyot. Juda arziydi ekan. Juda ham arziydi ekan bu vertolyot. Xudo xohlasa ozgina kuchaysak, bunaqa gelik, Lamborghini Urus shunaqalarni ham sotib olish nasib qilsin bizga ham. Hayotda ham bo'lmasa, zato o'yinda bor jigalar. Davay, yana uchamiz. Jigalar bugungi videoda butun shaharni ko'rsataman degandim aslida. Lekin boshqa narsa deyordim. Jigalar negativlar ko'payibdi, mayli negativ qilmaylar jigalar lekin YouTuber negativsiz YouTuber emas degani ham rost-da. Bugun butun shaharni sizlarga ko'rsataman. Ko'pchiliklar ko'rmagan. Jigalar 4 ta like qilsa, buni nomini ko'rsataman deganman. Buni nomi Riot City. Riot City deb yozasizlar. O'zi birinchi chiqqani shu. Bunaqa konsert bo'ladigan joy ham qo'shilibdi. Yo bu bormidi? Fontan bor ekan, Magic. Hali jigalar, mana shu yerda men pul beradigan, pul beradi. Jigalar endi pul kerak-da menga. Pul kerak-da. Bitta vertolyotni pulini ko'taribman. Birsi o'zimda bor deb, yana bitta vertolyotni puli bor. Jigalar, men ko'proq kiraman, lekin men bundan ham ko'proq PUBG ga kiraman. Menga faqat qiziqganda kuchayish shunaqa. Jigalar, chambarakni bilarmidinglar? Aniq bilmaysizlar. O'ynagan bo'lsanglar ham bilmaysizlar. Chunki men endi ko'ryapman-da bu. Mana shuni yuqorisiga chiqib beraymi? Qaranglar, chiqib beraman. Parkurni itaman-ku. Jigalar, klaviatura o'ynaysizlarmi sizlar? Voy. Parashyut bilan tushdim. Qanam o'lmadim. Ketdi. Nima sekin yuryapti bu? Juda sekin yuryapti-da. Ko'ringlarmi jigalar, men harakat qilmasam ham pul topolmayman. Bu nimadanligini bilmayman, lekin shunaqa pul berib turadiganim bor. Har soatmi, minutmi shunaqasiga pul beradi. Oy. Ana urdim. Kamron chala shopar deb yozib ketinglar. Xursand bo'laman. Chunki rostini aytasizlar-da sizlar ham. Parkovka. Burga chiqma. Qilma. Juda pul kerak-da endi menga. Men minisaga o'xshar ekan. Men tutolmaydi-yu, tutasanmi? Bu minisa emasmi? Minisa emasmi? Mayli.
Halam jonim kam ketdi. Agar minsa bo'lib kelayotgan bo'lsa boru, ana o eshikdan qochsanglar bo'ladi. Chiqish joyi deb yozib qo'yibdi-ku. Davay, men birinchi bo'lay, men birinchi bo'lay. Iya, menga bermadi-yu. Roblox ekanda. Mana onam olib ketaveradi. Lekin men qarg'ayman boru, shu do'konni qarg'ayman men. Do'konni. Lekin men o'g'rilikka tushyapman. Ay, ko'taril. Bu nimaga ko'tarilmayapti? Mana ko'tarilar ekan. Ozgina kuttirar ekan, lekin zo'r vertolyot ekan bor. Samolyot ham bormi? To'xtanglar, samolyot ham bormi? Samolyot bor ekan. Samolyot ham bor ekan. Voy. Gala bu endi GTA 5da, GTA 5 faqat Roblox versiyasi. O'g'rilikka ko'pchilik GTA 5da o'g'rilikka tushgan uchun shunaqa qilib o'g'rilikdan pul topadigan qilib qo'yibdi. Lekin dahshat bor-ku. Jela o'ynab ko'rish tavsiya beraman. Ko'p pul yig'sanglar menga aytvorasizlar. Ko'p pul yig'inglar. Bitta o'g'rilikka tushamiz. Men shundan olaman ketaman men. Qanaqa mashina? Mana shu mashina yomon menga yoqdi bor-ku, mana shu mototsikl. Ovoraymi bittasini? Easy peasy-yu. Ovoraymi bittasini? Tushma. Bab haydayapsan. Davay o'ltir jigarim. Jigar, mayli. Eslab qolaman jigar, sizni eslab qolaman. Hozir tushsam o'laman-da. Mayli. O'ynamayman. Yana mototsikl sotib olib ko'ramiz. Yonimizda minisanmi, qarab o'tirmaymiz. $51,000 ga mana sotib oldi-da, shu $15,000 ga. Kut bor ekan. Kut bor ekan, mayli. Menga $15,000 hech nima emas hozir. Chunki men uni minutlarda 10 minutda topib tashlayman, 5 minutdami? Chunki men bunday pul topishni 100 yo'lini bilaman-da. Ammo haydang kelyapti, mana uni. Qani? Bu yo'lga chiqadimi? Yo'lga chiqadimi bu? Yomon bu. Menga yoqib qoldi bor o'sha mototsikl. Dahshat. Pulim ko'p, lekin men mototsikl sotib olishni yaxshi ko'raman. Mana shu yoqadi menga. Qani deganlar biz o'g'irlikka tushamizmi? Qani ketdi o'g'irlikka tushamiz. Minsa bor ekan, bab tutadi. Lazerda o'lish kerak. Bab tutadi jigarlar, bab tutadi. Jallay yana nimaga o'zing o'lding degan savolga men javob beraman. O'zinglar o'lsanglar, bunaqa o'zinglarni kiminglarni beradi. Bu bilan minisalar sizlarni uncha tutolmaydi. Tutmaydi ham. Qaralaman, mazza qilaman deyman shuni. Minsam bor-ku. Kitti, davay to'joq. Buni boshlayapti. Mana. O'ziga kelar ekan hali bu. Voy. Mazza-yu. Kitti buni bo'yaymiz, $70,000. Davay bo'yaylik, yomon yoqyapti menga shu. Ana kitti. Bunga zo'rroq motor qo'ysa bo'ladimi? Mazza qilib haydagim kelyapti men buni. Boshda qora qilsa bo'ladimi? Oqchi. Oqda dahshat turar ekan, oqga. $1000 ketiramiz. Yana endi motormi, nima upgrade, Enver. Motor qo'yaymi, qo'ymaymi?
Qo'ymayman. Yo'q, men mashinaga qo'yaman motorni. Bunga qo'ymayman. Bunga motor kerak emas. Menga mana shunaqasi kerak. Ozgina pul $50,000gacha ishlatdim. To'xta, bunga balon. Ya buni yo'q, men unaqa balon. Qani? Yo'q. Turadigan baloni. Bunda balon bo'lmaydi-ya, aytgancha. Bitta baloni bo'ladi-yu o'zi. Men jinni bo'lib qopman bolalar. Mana shuni qo'yaylik-da. O sezilmayapti-yu, mana o'sha. Bo'ldi, sezildi. Men o'tirmasam sezilar ekan bu. Bo'ldi jigalar. Endi jigalar shu yerda mana shu mashinaga juda ko'p pul sarflayman men. Jigarlar, hozir sizlarga dahshat narsa ko'rsataman. Mana bu mashinalarni. Kiramiz. Motor. Jigarlar, men o'zi motorga pul yig'ib yurgandim. Motor qani buni? Baloni dahshat o'zi. Qimmat balon olib qo'yibman. $50,000 dedim olamiz. Bo'ldi. Endi bu mashina voy, nima qildi hozir? Nima qildi? Mana. Dahshat, o'zgarish bor lekin. Hozir tepalikroq joy topish kerak. Iyice chiqyapti. Mana shunaqa. Men tepalikka ko'p chiqaman. Mana shunga juda kerak edi. Yomon. Motorni itini qo'yibman. Endi $50,000 da u. Mototsiklga $15,000 dan bitta qo'yib yuboraman. Chunki men tuning qilishni yaxshi ko'raman. Mana jigarlar. Endi biz vertolyotda uyga yetib olish. Uyim yo'q, u qayerdan uy deyman. Davay. Mana xotlandi. Mana shu tog'ga chiqib bo'ladi deyotgandi ko'pchilik. Chiqib bo'larmikan? Tushib ketsam lekin jigarlar kulib o'tiraman boru. To'xta. Tog'da sayr qilamiz jigarlar biz. Yotib qolamiz. Mazza-yu. Jigarlar, sizlarga agar $80,000 bo'lsa, mashina sotib olaman demanglar. Mana tez sotib olinglar. Mazza ekan. Bu joyga 6 sekundda borib tashlasizlar. Mashinada men bilmay yurardim. Shaharni yarmini bilaman o'zi. Qolgan joyini bilmayman. Jigarlar, agar shu video 3 ta like yoqsa, sayrga chiqaman. Lekin mototsiklda chiqaman. Uyni topish kerak. Uyga o'g'irlikka tushamiz. Mazza-yu bu vertolyot. Juda yuqori bo'lib ketdim. Pastlat. Jalla, mana shu uyni men o'zimniki qilaman deyman. Rostdan ichine kirmayman-da, faqat shu yerga qo'yaman mashinalarim. Go'mi? Shunaqa qilaman. Ikkita like yoqsa shunaqa qilaman. Ochilsin. Bu ochilmasdi-ya, aytgancha. Turaylik, endi buni sindirib kiramiz biz. Mana u jing'ildaydi-da, mayli jigarlar, qaranglar hozir. Qoch. Spider-Man 100. Jigarlar, shu bilan videoyimiz, to'xtanglar. Jigarlar, shu bilan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi. 100 ta prosmotr qilinglar. 200 ta emas, 300 ta qilinglar. Davay, 300 ta prosmotr kutaman. Hammaga xayr. Jigarlar, qaranglar. 2 ta like olsa faqat PUBG content bo'ladi. Hammaga xayr.